bas qachonki quloqlarni kar qiluvchi chinqiriq kelganda, sur ikkinchi marta chalinganda, o'sha kuni kishi o'z birodaridan qochur, yana onasi va otasidan ham, xotini va o'g'illaridan ham qochur. Chunki u kunda ulardan har bir kishida o'ziga yetarli narsa tashvish bo'lur. U kunda ba'zi yuzlar yorug', shod va xurram bo'lur. U kunda boshqa bir yuzlar uzra g'ubor bo'lib, ularni qoralik qoplar. Ana o'shalar dunyoda yashagan paytlarida fisq va fujur qiluvchi kofirlarning o'zidirlar.